Уважаемый shou-biznes vakillari, Munisaxon, meni bo'q kashamalashinglarga aralashtirmanglar. Men Manzura opa bilan ham aloqam yo'q, siz bilan ham aloqam yo'q. Toqatim ham yo'q sizlarda bo'q kavlash igralaringlarda o'ynagani. Meni o'zi bitta oyog'im bu yerda, bittasi bu yerda o'p turganda meni tinch qo'yinglar, iltimos. Men Manzura opa bilan gaplashmaganman, umrimda lichna, так что meni aralashtirmasdan o'zinglar razborkalarda davom ettiraveringlar. Просто meni tinch qo'yinglar. Munisaxon, meni tinchgina o'lishga хотя бы berasizmi siz hayotingizda? Bo'ldi endi, meni tinch qo'ying. Bo'ldi, unuting meni, hamma bo'qingizga ham, siydigizga ham, neudachingizga ham, hamma yo'qqa meni qo'shavermasdan. Odamlarning biletini pulini qaytarib bering, bo'ldi undan ko'ra. Men bilan urushavermasdan. Savol javobi bor. Mana savol javobi borligi uchun hammadan kechirim so'rab chiqyapman men xafa qilgan odamlardan. Bo'ldi endi, meni tinch qo'ying, hamma yo'qqa meni aralashtiravermasdan. Hamma gunohingizni, hamma neudachingizga meni aralashtiravermang, dushmanim deb. Men bir og'iz birovga gapirganim yo'q. Men bir og'iz birovga sizni obsujdat ham qilganim yo'q. Na davno bo'lgan gapni YouTube'dan olishib gapirishyapti. Men bu nimaga aloqam yo'q. Shouga yana. Agar men gapirishni xohlaganimda bunaqa mayda-chuyda, haliginaqa, unaqa zakaz qildilardan boshlamasdim Munisaxon. Prekrasno bilasiz nimadan boshlardim men sizni urushtirib qo'yishdi, sharmanda qilishdi, nimadan boshlashdi men bilaman. Так что men hech kim bilan urushtirish niyatim yo'q. Hech kim bilan shou biznes balotaga tegishdi ham anaqam yo'q, желанием yo'q. Так что iltimos, ko'changizni silikonoviy ko'changizni qisib yashang, iltimos meni tinch qo'ying endi. Bo'ldi-da, spokойно o'lgani bering Munisaxon endi meni. Bilet pulini qaytarib bera olmaysiz ham dushmanim Moskvadagi aybdor deysiz. Birortasi yomonlab chiqsa ham dushmanim Moskvada aybdor deysiz. Klipingiz ko'rilmasa ham dushmanim Moskvadagi aybdor. Yaqinda chiqolmay qolsangiz ham meni aybdor qilib qo'ying. Ash tualetim bo'lmagan o'g'irlab ketibdi. Bo'ldi-da endi, tinch qo'ying meni. Men Manzura opa bilan umuman gaplashmaganman. Umuman aloqam yo'q. Undan ko'ra yaqinda hayit bayram, ana aldab ketgan odamlaringizni pulini qaytaring. Biletni Moskvadagini 5 oydan beri xalq kutyapti, qachon Dilmurod akangiz Moskvaga uchib yetib kelarkin, pulni tarqatarkin deb. Nima kerak bor meni ko'tima kavlab? Undan ko'ra xalqni pulini qaytarib bering. Yemog'ida qusmog'i bor Munisaxon. Mana biz qusib yotibmiz hozir. Munisaxon, yaxshi odam bo'lganingizda shu Dilmurod akangiz ham qochib ketmasdi oldingizdan. Gunohlaringizga qo'shilishni xohlamasdan, maxinatsiyalaringizga, pullarni qaytarib bermasligingizga qo'shilmasdan sekin shahzoda spokойныйroq deb qochib ketdi. Shuning uchun o'ylab ish qiling, birovni aralashtirmang siz o'zingizni neudachingizga. Meni umuman hech yoqqa aloqam yo'q. Aralashtirmanglar meni, hech yoqqa toqatim ham yo'q. Hech kimni dilini ortib qo'yish niyatim yo'q Munisaxon. Просто meni tinch qo'ying iltimos. Reski gapirgan bo'lsam uzr, sizdan ham uzr so'ramoqchiman. Qalbingizda menga qarasha negativ ushab o'tirmang. Men sizni unutganman allaqachon. Men sizni umuman eslamayman. Xafa bo'lmang mendan. Просто jangga tegdi. Hamma yoqqa meni aralashtirishinglar. Munisaxon, keling juma ayyom kunini negativlar bilan boshlamaylik. Saharlab. Juma ayyom kunini saharlab negativlar bilan boshlashdi. Men sizga qo'shilishib xohlamayman.